Xitoyda o'tirg'i chiqqan va tez suratda dunyoga tarqalayotgan koronavirusi cho'ng bir tahdid bo'lib shakllanmoqda. Sharqi Turkistonda yig'ib olish lagerlariga qamalgan millionlagan Uyg'urlarning oila a'zolari ularning ahvolidan qattiq andish qilmoqda. Xitoyning yig'ib olish lagerlarida virusga qarshi tadbirning yo'qligini aytgan Uyg'urlar lagerlarga qamalgan urug' tuqqanlarning izdirigini qilolmayotganligini bildirdi. Urumchi va G'o'lji qatorliq joylarda yuqumlanuvchilar bayqalgan bo'lib, uchurlar qattiq qamal qilingan bo'lg'achqa, lagerda yuqumlanuvchilar boy yo'qligi aniq emas. Millionlagan Uyg'urning bu lagerda nachar sharoitda tutib turilayotganligini aytgan Sharqi Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyatining raisi Hidoyatullo O'g'izxon intayin tor kamerda 50 dak kishi turadi. Bundaq bir sharoitda kasalning keltiradigan xavfini tasavvur qilish tas emas dedi. Shuning bilan birga Sharqi Turkistonda uydan chiqish cheklangan. Ommaviy taratqularda tarqalgan videolarda doiralarning ko'chma-ko'chi kanayda vaqirab, kishilarni uydan chiqmaslik va mehmon qabul qilmaslik haqida ogohlantirayotganligi ko'rsatilgan. Turkiyaning Elazığ viloyatida 6,8 bal yer tavirgandan keyin Sharqi Turkiston tashkilotlarimo safarbarlik chaqirig'iga ovoz qo'shdi. Uyg'urlar yer tavrash rayonini ziyorat qilib, ofatga uchirgan xalqqa yemaklik va moddiy buyumlarni taqatdi. 29 yanvar rayonni ziyorat qilgan bir hay'at Elazığ hukumat raisi Shohin Sharif o'g'illar va parlament a'zosi Zulfo Darimbog'ni ziyorat qilib, Sharq Turkiston xalqining salomini yetkazdi. Doiralarning ruxsati bilan ofat rayoniga cho'ng bir Sharq Turkiston bayrog'i esildi. Yaponiya va Amerika yangi tipli koronavirusi hujumi sababli Xitoyning Wuhan shahridagi fuqarolarni qaytarib ketishga boshladi. Yaponiya jami 650 fuqarosining borlig'ini yana bir aeroplan avatadiganligini bildirdi. Amerika Wuhandagi diplomatlarni o'z ichiga olgan 240 fuqarosini qaytarib ketdi. Alyaska orqali Kaliforniyaga kelgan bu kishilarning 2 hafta ayrilib kuzatilganligi bildirildi. Turkiya, Germaniya qatorliq nurg'un davlatlarmi Wuhandagi fuqarolarni qaytarib ketish uchun xizmatlarni boshladi. Shuning bilan birga nurg'un davlat fuqarolarining Xitoyga bormasligini ogohlantirdi. Angliya Aviasiya shirkati va Germaniya Lufthansa shirkati boshchiligida nurg'un davlatlarning Aviasiya shirkatlari Xitoyga boradigan navbatchi aeroplanlarni to'xtatdi yoki sonini azaytdi. Turkiya havo yo'llari shirkatimi bu haqda baholash ilib berayotganligini bildirdi. Xitoyda Wuhan boshchiligida nurg'un shaharda millionlagan kishilarning garantiniga ilinishi va qatnashning qamal qilinishi bilan hamma Alvasti shahriga aylanmoqda. 4 oy burun Shamin shahriga til o'rganishga borgan va virus sababli Turkiyaga qaytib kelgan Aran O'chaq mundaq dedi. Ta'tilimiz asli 16 martda to'shatdi. Lekin maktab bizga uqtirish qilib, yangi bir uchur kammigacha qaytib kelmasligimizni aytdi. Shahar sirtiga chiqqanlar qaytib kelmadi. Men turgan shaharda yuqumlanuvchi soni 30 dan 56 ga chiqdi. Bu son davomli oshmoqda. O yana sirtda asosan odam qolmadi. Maska taqmagan kishilarni ko'ngili bo'lmaydi. Hamma Alvasti shahriga aylanmoqda dedi. Shuning bilan birga Xitoy doktorlarining hukumatga isyon qilib ish tashlayotganligi o'tirg'i chiqdi. Ommaviy taratqularda e'lon qilingan bir videoda bir doktor Kompartiya a'zolari davomli xalq uchun oldingi safda turamiz deydi. Qani shular kelib bu xatarlik paytda oldingi safga chiqsin, kelsin, doktorlar bilan navbat almashtirsin dedi. Bruseldagi Yevropa parlamenti Angliyaning Yevropa ittifoqidan ayrilib chiqish kelishimini 49 ga qarshi 621 ovozning qo'shilishi bilan ma'qulladi. Bu kelishim Yevropa kengashida ma'qullangandan keyin rasmiy kuchga ega bo'ladi. Shuning bilan 31 yanvar Angliya Yevropa ittifoqidan ayrilib chiqadi. Angliyaning Yevropa ittifoqidagi 73 nafar parlament a'zosimi o'rnini bo'shatdi.